Bolani qanday qilib uxlash kerak? Yangi tug'ilgan chaqaloq o'z-o'zidan qanday qilib dam olishni va tinchlanishni bilmaydi, shuning uchun u onasining yordamiga muhtoj. Uyqu, bu dam olish va yoqimli hislar. Shuning uchun chaqaloqni ko'z yoshlari, isteriya va qarshilik orqali yotqizish noto'g'ri. Uyquga o'tishdan oldin siz chaqaloqni uyquga to'g'ri tayyorlashingiz va unga dam olishga yordam berishingiz kerak. Bolani kun davomida faoliyatlarini to'g'ri taqsimlash muhim rol o'ynaydi. Kunduzgi uydoq vaqt faol va tinch bo'lib bo'linadi. 70% faol, 30% esa tinch uydoq vaqt. Endi tinch uydoq vaqt haqida gaplashamiz. 6 oygacha bo'lgan yoshda tinch uydoq vaqt, ya'ni uyquga ko'prik, taxminan 20 daqiqa davom etadi. Kattaroq yoshda esa bu vaqt 40 daqiqadan 1 soatgacha davom etadi. Bu vaqt bola tinchlanib, sekinlashishi uchun zarur. Bunga esa biz uning asab tizimiga sensor yuklamani kamaytirish orqali erishamiz. Ya'ni, yorug'lik darajasini pasaytirish, yorgin va baland ovozli o'yinchoqlarni olib qo'yish, tinch musiqa qo'yish, tinch o'yinlarni tanlash, bolaga ko'proq jismoniy aloqa berish kerak. Ko'prikdan so'ng 5-10 daqiqa uyqudan oldingi rituallar uchun ajratiladi. Bu har kuni bir xil ketma-ketlikda takrorlanadigan bir nechta harakatlar. Marosim bolaga ham, onaga ham yoqimli bo'lishi kerak. Marosim tufayli chaqaloqlar yotish vaqti kelganini tushunishadi, ular dam olishadi va yotishdan oldin onalarining e'tibori va sevgisiga to'ladilar. Marosim tungi yorug'likni o'chirish bilan tugaydi. Bu, shuningdek, bola uchun uxlash vaqti kelganligining odatiy belgisiga aylanadi. Farzandingiz uxlab qolishda ham sizning yordamingizga muhtoj. Ammo chaqaloq o'sishi bilan uni kamaytirish mumkin. Sizning uyqu uchun yordamingiz kuchli va zaifga bo'linishi mumkin va biz uni uyqu uchun assotsiatsiya deb ataymiz. Uyqu bilan kuchli aloqalar, emish, chayqalish. Uyquga ketishda kuchsiz, eshitish va teginish orqali. Ya'ni bu allaqa, uyqu uchun mantra, odatiy tovushlar, shishish sizning teginishingiz. Sizning yordamingizni talab qilmaydigan uxlab qolish assotsiatsiyalari, sevimli adyol, o'yinchoq, yotoqxonadagi muhit, harorat, hidlar. Agar bolangizda faqat kuchli emas, balki boshqa uxlab qolish assotsiatsiyalari ham bo'lsa, bu sizga juda yordam beradi. 10 oyga kelib kuchli uxlab qolish assotsiatsiyalarini asta-sekin olib tashlash mumkin.